Alloh taolo nima deyapti? Men g'ofil, o'lik qalbning duosini qabul qilmayman deyapti. Demak, Allohdan boshqa variant bormi sizda? Sizni qalbingiz o'lik, siz g'ofilsiz, birodar. Siz shunday duo qilingki, tamom Allohga aytdim, bo'ldi, boshqaga aytishning hojati yo'q. Hal masala deb duo qiling, albatta hal bo'ladi u. Mumkin bandasini qo'li bilan, lekin siz unga iltimos qilmaysiz, birodar. Yurgan yo'lingizda bir qadam qolganda masala hal bo'ladi. Nega? Siz Allohga topshirgansizda. Alloh uni o'zi biladi tadbirini qanday qilishni. Shuning uchun biz bugungi hayotiy jabhada, tijorat bo'ladimi, oila bo'ladimi, har bir ibodat bo'ladimi, qanaqangi yo'nalish bo'lishligidan qat'iy nazar, birodar, Allohga topshiring. Allohni o'zi biladi, birodar. Bandadan ko'ra chevarroq, bandadan ko'ra olimroq, bandadan ko'ra tadbiri chiroyli. Shuning uchun siz o'zingiz bir narsalarni o'ylamang. Eshikdan chiqdingizmi, bir narsalarni o'ylashligingiz mumkin. U yog'i tavakkal Allohga. Jonimiz ham, molimiz ham, qonimiz, obro'yimiz ham Allohga tavakkal. U yog'i ketdi. Alloh taoloni o'zi biladi. Qanday himoya qilishlikni, qachon sinov qilishlikni, sinovdan keyin qanaqangi martaba berishlikni va oxirida qanaqangi natija bilan tugatilishligini Allohning o'zi biladi. Shunga tavakkal qiling.